Hop, yana bugun bitta zo'r misol ishlashdi. Oson yo'lini o'rgataman. Demak, qaranglar. Bizga bitta kvadrat tenglama beryapti va bu tenglamada aytyaptiki, bu tenglamada A va B o'zgarmas sonlar va product of solution yechimlarini ko'paytmasi. Nimani? Berilgan tenglamani K A B. Demak, men bu tenglamani yechimlarini x1 va x2 desam, ularni bir-biriga ko'paytirsam nima chiqar ekan? K A B chiqar ekan. Endi qaysi K o'zgarmas son? Nima qiymati? K'ni. Demak, K'ni qiymati nima deydi? Xo'p, demak qaranglar. Hammaniki miyasiga keladigan birinchi yechim bu diskriminant. Ammo u diskriminant yo'lda chiqmaydi. Xo'p, sabab nimaga? Bu yerda noma'lum ko'payib ketyapti. Men shuning uchun 57 ga bo'lib yubordim. Ya'ni har bir xatini 57 ga bo'lib yubordim. Va nima kelib chiqdi? Viet teoremasiga tushib qoldi. Xo'p, endi Viet teoremasi nima deydi? Ilzarni ko'paytmasi nimaga teng? Ya'ni x1 ko'paygan x2 AB taqsim 57 ga teng. Va men aytgan, x-ni ko'paytib, ilzarni ko'paytmasi bunga teng. Demak, bundan ma'lumki, bu bilan bu bir xillik uchun KAB teng AB taqsim 57 va bu yerda AB bilan AB hisob etib, K teng 1 taqsim 57 degan